mashinani eng asab ketadigan joylari. Vitrovikni ko'tarib olib, klesini qoldirib, qanaqa qilib ketkaziydi boshini qashib yurganlar uchun. To'g'ri tozalashni bilmasanglar, bu barmoqlar mazol bo'lib ketadi, buni baribir foydasi bo'lmaydi. Buni zo'r yo'llari bor, hozir men sizlarga o'rgataman. Telefonga javob berib oling. Telefonlar alo bo'ldi, obunani bosing, men ungacha sizga hozir ko'rsataman. Bunaqa shurupabyor bitta bo'lish kerak. Adashtirib olmanglar. Drelman shurupabyor. Sekin aylanadi-da. Bu uchidagisi bu bilasizlarmi? Bu balonni ishiradigan joyi. Sasok. Buni qo'yamiz. To'g'ri, mayda ish, lekin bundan effektliroq ish yo'q-da. Mana shunday qilib aylantirib ketaveramiz. Mana tozalayapti. Mayda ish, to'g'ri. Lekin olib borsanglar 400 ming, 500 ming deydi. Undan ko'ra o'zingizlar men aytgandagi qilib tozalab olasizlar. Keyin benzinda olib ozgina mana shu qolgan yuqlarni artib olsanglar bo'ladi. Buni plastikka bo'lmaydi, plastikka yirtib olasiz, faqat temirli joylariga. Esdan chiqmasin. Bosing gazini.